Bugungi raqibimiz masalan olaylik, bizdan men kuchliligini ko'rmadim. Faqat vaziyat yaratdi, yaxshi himoyalandi. O'sha uchun biz boya gapim boshida aytib o'tdim. Hamma o'yinda xato qildik. Birorta o'yin bo'lmadiki, xatosiz bo'lmagan. Futbolchilarni aybdor qilmoqchi emasman. Endi birinchi javobgar shaxs menman. Kimgadir aybdor izlamoqchi bo'lsa, endi bizda yaxshi-yu, muhokamada yaxshi bo'lamiz. O'sha uchun birinchi javobgar shaxs menman natija uchun. O'sha uchun futbolchilarimga tegmanglar deb bemalol aytaveraman. Endi u imkon boricha harakat qilyapti. To'g'ri, jamoalarni kuchliligini tan olish kerak-ku, lekin boshida o'ynagan jamoalarimiz bilan hozirgi o'ynaydigan jamoalarimizda baribir o'rnida saviyasida farqi bor. Lekin Traktor jamoasi bugun ko'rdim, yoki Alvaqta jamoasi o'tgan safar ko'rdim. Bizdan menimcha kuchli deb bilmayman, ular bilan teng o'ynadiku, lekin natija yaxshi bo'lmadi. Hozir biz o'zlaring ham bilyapsizlar, shunaqa etapga tushib qoldik, bosqichga. Bu juda og'ir etap. Biz ligada, chempionatda eng yaxshi kuchli jamoalar bilan o'ynadik. Ba'zida yigitlarga dam berish kerak paytda terma jamoaga jalb qilinib qolishdi. O'sha uchun buni biz yaxshi tushunamiz. Endi bu bahona emas. O'sha uchun yigitlarni aybdor qilmaylik.